5-o'rin. Bu qaysi film deb o'ylaysiz? Hint beraman. Ha, ko'pchilik topgan bo'lsa kerak. Harry Potter, lekin kengisini aniq topolmaysiz. Harry Potter bu kitob asosida olingan mashhur film seriyasi. Birinchi filmni Chris Columbus ishlagan. Hikoya oddiy boladan boshlanadi, lekin asta-sekin katta, murakkab dunyoga kirib boradi. Xuddi tomoshabin bilan birga o'sayotgandek. Qiziq tomoni, aktyorlar ham shu hikoya bilan birga ulg'aygan. Masalan, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint bularning hammasi yoshligidan boshlab rol o'ynagan. Mabodo ismlarini noto'g'ri aytgan bo'lsam, xafa bo'lish yo'q. Shu sababli film juda real tuyuladi. Yana bir mashhur sahna bor. Hagridning "You are a wizard, Harry" degan joyi. You're a wizard, Harry. Bu kino tarixidagi eng esda qolar parchalardan biri. Endi eng muhim joyi. Nega bu ingliz tili o'rganish uchun zo'r? Bu yerda dialoglar progressive, ya'ni boshda juda oddiy, asta-sekin murakkablashadi. Siz filmni ko'rar ekansiz, o'zingiz ham shunaqa tempda rivojlanishni boshlaysiz-da. Bundan tashqari filmda received pronunciation ishlatiladi. Endi sodda qilib aytganda, toza britan aksentida juda aniq, ravon, tushunarli tilda gapirilgan. Boshlanish uchun ham eng keraklisi shu-da. Yana bir kuchli tomoni, bu filmda siz so'zlarni tarjimasiz tushunasiz. Ya'ni want degan so'zni olaylik. Buni sizga hech kim o'rgatmaydi, lekin sahnada bemalol o'sha so'zni ko'rgan paytingizda, eshitgan paytingizda, demak bunaqa ma'noda ekan deb tushunib olasiz. O'zimni o'ylab qarasangiz, eng tabiiy va eng samarali o'rganish usullaridan bittasi mana shu-da. Shuning uchun bu film nafaqat qiziqarli, balki ingliz tiliga kirish uchun ham juda qulay. Xo'p, qaysi darajadan boshlab ko'rsam bo'larkan? Men darajam elementary da hozir. Ko'rsamchi olarmikinman? Agar siz darajangiz elementary yoki pre-intermediate bo'ladigan bo'lsa, sal soddaroq aytsam, ingliz tilini tushuna oladigan darajada bo'lsangiz, bemalol ko'raverasiz. 4-o'rin. Bu qaysi film deb o'ylaysiz? Hint beraman. Ha, topdingiz-a? Inside Out. Inside Out. Bu Pixar tomonidan ishlangan animatsiya. Rejissor Pete Docter. U yana Up hamda Soul kabi kuchli filmlarni ham qilgan. Bu film g'oyasi juda noodatiy. Butun voqea odam miyasining ichida bo'ladi va asosiy qahramonlar esa bu emotsiyalar. Qiziq tomoni, bu film yarashishdan oldin Pixar jamoasi psixologlar bilan ishlagan. Ya'ni bu shunchaki multfilm emas, ilmiy tushunchalarga asoslangan film. Masalan, joy va sadness o'rtasidagi konflikt bu real hayotdagi emotsional balansni ko'rsatadi. Shu sababli bu film bolalarga ham, kattalarga ham birdek ta'sir qiladi. Endi ingliz tili tomoniga o'tamiz. Bu filmdagi dialoglar clear, ya'ni tushunarli, aniq. Har bir emotsiya o'ziga xos ohangda gapiradi. Shuning uchun ularni eshitish va tushunish juda oson. Bong! Riley's imaginary friend! You really do know me? Well, of course! Riley loves playing with you. Yana bir kuchli tomoni, siz bu yerda emotional vocabulary ham o'rganasiz. Ya'ni happy, sad so'zlardan tashqari yana ham chuqurroq ma'noni anglatadigan so'zlarni ham kashf qilasiz. Oddiy qilib aytganda, siz nafaqat gapirishni, balki hislaringizni ingliz tilida ifodalashni ham o'rganasiz. Eng zo'r tomoni, siz filmni tarjimalashsiz ko'rasiz, chunki emotsiyalar vizual tarzda ko'rsatiladi va bu miyaga yana ham tezroq o'rnashadi. Qaysi darajadan boshlab ko'rish mumkin? Beginner, elementary. Endigina boshlayotganlar uchun ham ideal variant, chunki siz ingliz tilini his qilib o'rganishingizga yordam beradi. 3-o'ringa o'tishdan oldin sizlarga mana shunaqa kino tavsiyalarini har hafta beradigan, har kuni ingliz tiliga aloqador bo'lgan qiziqarli, foydali kontentlar joylanadigan Telegram kanalimizni eslatib o'taman. Telegram kanalimizda IELTS bali 8 va 8.5 ga ega bo'lgan malakali o'qituvchilarimiz bepul jonli darslar ham berib borishadi. Obuna bo'lib qo'ysangiz, dars bo'ladigan kunimiz bugun jonli dars degan post chiqadi. Jonli darsga qatnashasiz, savollaringiz bo'lsa bemalol o'qituvchidan javoblarni olaverasiz. Kanalga qo'shilish uchun esa video tavsifida havola bor. Uni ezing. Va biz davom etamiz. 3-o'rin. Bu qaysi serial deb o'ylaysiz? Hint beraman. Topdingizmi? Mr. Robot. Mr. Robot. Bu texnologiya, psixologiya va real hayotni aralashtirgan juda noodatiy serial.
bosh rolda Rami Malek o'ynagan va aynan shu roli uchun u Emmy mukofotini olgan. Serialni Sam Esmail yaratgan va eng qiziq tomoni serialdagi barcha epizodlarni ham u o'zi yozgan. Shu sababli filmda aniq bitta uslub bor: author driven. Bu serial hakerlar haqida. Boshqa seriallardan farqli ravishda bu yerda hech qanday fake hacking yo'q. Bu yerda ishlatiladigan ko'p narsalar real. Linux, coding, hatto hacking jarayonlari ham. Shu sababli ko'p dasturchilar bu serialni eng realist deb hisoblaydi. Yana bir kuchli jihati Elliotning ichki monologlari. Come on. This only works if you let go too. U ko'p gaplarni ovoz chiqarmasdan ichida gapiradi. Aynan shu joyda siz ingliz tilini boshqacha darajada eshitishni boshlaysiz. Bu natural thinking English. Endi ingliz tili tomoniga to'xtalamiz. Siz bu serialda real life Englishni eshitasiz. Ya'ni bu yerda gaplar kitobdagidek to'g'ri bo'lishi shart emas. Ba'zida qisqa, ba'zida bo'linib ketadi, lekin juda ham tabiiy va aynan shu narsa sizni real suhbatlarga tayyorlaydi. Yana bir plyus tomoni, bu yerda modern vocabulary ko'p ishlatilgan. Texnologiya, internet, hatto kundalik hayotdagi zamonaviy gaplar. I'm not saying anything new. We all know why we do this, not because Hunger Games books makes us happy, but because we want to be sedated. Agar siz bugungi ingliz tilini tushunmoqchi bo'lsangiz, mana aynan shuda. Lekin bitta muhim narsa bor o'rtoqlar. Bu serial biroz murakkabroq, hatto ingliz tilini zo'r biladiganlar ham tushunishga qiynalishi mumkin. O'sha narsani bir inobatga olib qo'yinglar. Endi bu bilan qaysi darajadan ko'rsam bo'ladi? Mr. Mike, this is upper intermediate. Agar siz ingliz tilini keyingi darajaga olib chiqmoqchi bo'lsangiz va real ingliz tilini eshitmoqchi bo'lsangiz, bu siz uchun kuchli hamda ajoyib variant. Ikkinchi o'rin. Qaysi film deb o'ylaysiz? Hint beraman. Ha, albatta, Titanic. Titanic rejissyor James Cameron tomonidan ishlangan. Bu film shunchaki sevgi hikoyasi emas. Bu kino tarixidagi eng katta loyihalardan biri. Hatto bir vaqtlar u eng qimmat film bo'lgan va 11 ta Oscar yutgan. Bosh rollarda Leonardo DiCaprio hamda Kate Winslet. Ularning kimyosi shu darajada kuchliki, kinoni ko'rgan odam bu hikoyani umuman unutmaydi. Masalan, I'm the king of the world yoki I'll never let you go iboralari kino tarixidagi eng mashhur replikalardan hisoblanadi. Yana bir qiziq jihati, kema cho'kishi uchun juda katta dekoratsiyalar qurilgan. Ya'ni bu CGI emas, computer generated image. Bu haqiqiy setlar. Shu sababdan film juda real ko'rinadi va emotsiyaga boy. Endi ingliz tili tomoni. Bu filmdagi dialoglar juda emotional and clear. Ya'ni juda aniq, tiniq hamda hissiyot bor. I'll never let go. I promise. Siz nafaqat eshitasiz, balki his qilib tushunasiz. Yana bir kuchli tomoni, siz bu yerda intonationni o'rganasiz. Va albatta bu keyingi darajaga chiqish uchun juda muhim. Ha, Mr. Mike, qaysi darajadan boshlab ko'ramiz endi buni desiz? Intermediate. Chunki gaplar oddiy, lekin emotsional va shu bilan birga biroz uzunroq. Qisqasi, Titanic bu shunchaki kino emas, ingliz tilini his qilib o'rganishingiz uchun ideal variant. Agar videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ymasangiz, videoni shu joyda to'xtatamiz, birinchi o'rinni bilmay qolib ketaverasiz. Hazil bilan, lekin bizga like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, qo'llab-qo'ltiqlasangiz, bizning kanalimiz ham rivojlanadi va bu videolar yana ham ko'proq odamlarga yetib boradi. O'z hissingizni qo'shing endi. Shuning uchun bitta layklardan o'rgilib ketsin va bizga tavsiya yoki qandaydir takliflaringiz bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldiring va biz davom etamiz. Birinchi o'rin. Bu qaysi serial deb o'ylaysiz? Hint beraman. Aha! Yes, Friends. Bu TV show 90-yillarda chiqqan bo'lsa ham hozirgacha eng ko'p ko'riladigan sitkomlardan biri. Hikoya 6 do'st haqida. Oddiy hayot, oddiy muammolar, lekin shunaqangi yozilganki, har bir epizodda o'zingizni topishingiz mumkin. Bu serialdagi hazillar juda ham real va yengil hazm bo'ladigandan-da. Va albatta, bu serialdagi kesatiq hazillarning qiroli Chandler Bing. O'zining gaplari oddiy, lekin yetkazib berishi ham bir ustasi faranglarcha amalga oshiradi-da. Kulmaslikning iloji yo'q uning gaplariga. Birinchi epizod haqiqatda zo'r bo'lganda, mana ochib berishi o'zi ajoyib bo'lganda, o'sha nuqtadan Chandler anu sarkastik hazillari boshlanadi. Rossmlar kirib keladi. I just wanna be married again desa, Rachel anta kelin qo'yinga yugurib kirib keladi. Buni ko'rgandan keyin Chandler
And I just want $1 million deydi-ku. Chandler ajalib turadigan jihatlardan bittasi bu o'shani jiddiy holatlarda ham hazil bilan vaziyatni undoq yumshatadi yoki e'tiborni markazida bo'lib oladi. Agar siz Chandlerni diqqat bilan ko'rib, hazillarini undoq e'tibor bilan eshitadigan bo'lsangiz, ingliz tilida qanaqa qilib bir kesatiqli hazillar qilishni ham sekin o'rganib borasiz. Yana bir mashhur moment esa bu Rachel hamda Ross o'rtasidagi urush. We were on a break degan bir iborani, bir jumlani eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Agar Friends siz ko'rgan bo'lsangiz yoki uni fanati bo'lsangiz, aniq men nima haqida gapirayotganimni bilasiz. We were on a break, okay? We were on a break! Oh my god! Xullas o'rtoqlar, Friends haqida gapirsam gap ko'p. Bu uchun bitta alohida video ham tayyorlasak bo'ladi. Lekin gap hozir bu haqida emas. Endi bu serialni ingliz tili nuqtai nazaridan qanaqa foydasi bor? O'shani gaplashamiz. Bu TV shouda siz real life Englishni eshitasiz. Haqiqatda mana hayotda odamlar qanaqa gaplashadi, qanaqa frazalardan foydalanadi, qanaqa tez gapiradi, o'zi kitobiy tilda gapiradimi yo'qmi? O'sha narsalarni ko'rib guvoh bo'lasiz. Qisqa gaplar, tez dialoglar va tabiiy suhbatni siz bemalol Friends serialidan o'rgana olasiz. Bu aslida sitcom format, ya'ni situational comedy so'zlarining birikmasi. Oddiy qilib aytganda bu kulgili vaziyatlar ustiga qurilgan serial. Va bu albatta o'rganish uchun zo'r, chunki sahnalar qisqa, dialoglar tez, suhbatlar ham unaqa qiyin emas. Endi maqtadingiz, Ismoil. Qaysi darajadan boshlab ko'ramiz deng? Pre-intermediate hamda undan yuqori, chunki gaplar tez va slanglar ko'p ishlatilgan. Qisqasi, agar siz ingliz tilini real hayot darajasida o'rganmoqchi bo'lsangiz, Friends bu eng zo'r TV shoulardan biri hisoblanadi. Afsus va nadomatlar bo'lsinki, bugungi videomiz ham o'z yakunini topdi. Siz esa videoga izoh yozing, like bosing, yana kimlar uchun foydali deb o'ylaysiz. Ularga ham jo'natib qo'ying. Bu orqali siz bizni qilayotgan o'sha kichkinagina bir mana mehnatchamizni qadrlayotgan bo'lasiz. Thank you.